kecha chiqqan issiqqina yangilik bu O'zbekiston posloyistvasidan chiqqan qonun bu, O'zbekiston posloystvaniga. Talabalar. Buni talabalar buni diqqat bilan eshitib, bir-birlaringizga jo'natinglar. Bu haqiqiy dokumentalniy hozir Anvar sizlarga tushuntirib beradi. Mana shu talabalarni qanaqa viza berish to'g'risida qonun chiqdi Yo'ngtaklardan, ya'ni o'sha pasort Konduziyadan 27-mayda chiqqan qonun. Bu bo'yicha biz ko'rdik, o'tgan yili ham esinglarda bo'lsa noyabrda chiqqanini chiqib aytgandik. Bu safar zo'r yangiliklar juda ham Zo'r chiqqan bomba. eng asosiysi tilni bilish sertifikatini darajasi pasaytirilibdi. Masalan, koreys tilini bilish darajasi agar til kursi telex emas, til kursi oddiyga harakat qilayotganlar va Seul milliy universitetida harakat qilayotganlarga oldin topik 2 edi, endi topik 1 ga tushib qo'ydi. Topik 1 110 balldan yuqori biladigan bo'lsa, demak siz til kursiga topshirishingiz mumkin. Va Sejong Hakdan SKI 201 ball edi, 150 ballga tushirtiribdi. Va Sejong Hakdanni Luboy sohasida sur yoqigan bo'lsa, bitirgan bo'lsa, bir bitiradimi, bir A'ni B'ni bitiradimi, demak til kursi oddiyga demak topshirishi mumkin. Sejong Hakdanga boringlar. Albatta. Va yana bitta bomba yangilik, 2 yillik kasbiy ta'lim, 3 yillik kasbiy ta'limlarga to'g'ridan-to'g'ri topik 2 daraja bilan qabul ochibdi. Ya'ni oldin faqatgina Puri Sanob, ya'ni og'ir mehnat qiladigan suvarishchilik mashaqalariga 2 darajaga beradi. Endi hozir xohlagan yo'nalishga 2 daraja bilan imkoniyat bo'ldi. Va Sejong Hakdan SK 201 balldan yuqori bo'lsa ham bakalavriga demak topshirishlari mumkin. Va Sejong Hakdan Chogup IGPdan yuqori bo'ladigan bo'lsa ham yillik bakalavrilarni topshirishi bu ham zo'r imkoniyat. Bakalavrilar o'sha topik 3 darajadan boshlab SK 321 balldan yuqori bo'lsa bakalavriga, ya'ni 4 yillik universitetda topshirishlari mumkin va Sejong Hakdan Chungup IGPdan yuqori bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri demak bakalavr 4 yillik vizaga topshirishi mumkin. Diqqat bilan eshitinglar. Magistraturachilarga magistratura topik 4 bo'ldi. O'zgarishsiz qoldi magistratura. Sejong Hakdan Pyonka, ya'ni SKI imtihonidan 441 balldan yuqori olsa, demak vizaga topshirishingiz mumkin. Sejong Hakdan Hangugo Chungup IGP bo'lsa, ya'ni 2 darajadan yuqori bo'ladigan bo'lsa, intermediate 4 darajadan 2 dan yuqori bo'lsa ham magistrga topshirishingiz mumkin. Eslatma o'rnida aytib o'taman, bu faqatgina elchixonani qarori. Immigratsiyaga aloqasi yo'q. Telex vizalar hali ham topiksiz davom etaveradi. Va Telex kodini olib kelsangiz ham to'g'ridan-to'g'ri topiksiz, narsasiz beriladi.